Assalomu alaykum barchaga. Alhamdulillah. Alloh nasibamizni qo'shib mana chiroyli joylarga kelibmiz, Allohimga shukr. Ilohim barcha kelgan bemorlarga shifo bersin, barchaning qatorida bizga ham bolam. Avvalo Xudo. Alloh o'zi shifo berguvchi, davosini berguvchi o'zi Allohim. Xudo xolasa yaxshi bo'lib chiqamiz. Sharoitlarga gap yo'q. Ilohim baraka topishsin. Bardavom bo'lsin, rivojlansin. Juda ham chiroyli joylar. Sharoitlarga gap yo'q. Insonchi dori bilan bas, shirin gap bilan davo topadi. Muomala bilan, shirin gap bilan davo topyapmiz, bolam. Umrlaridan baraka topishsin, hamisha omadli bo'lishsin, omadlari orqalaridan quvsin, topganlariga, ishlariga rivoj, barakotini bersin ilohim. Nima yaxshi niyatlarimiz bo'lsa Alloh berguvchi, ko'rguvchi, bilguvchi o'ziga tavakkul qildik. O'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Shifo topaylik, yana qaytib kasal bo'lmasdan sog' bo'lib kirib kelaveraylik. Nima shikoyat bilan keldingiz? Men davleniyam oshib qoldi bolam. O'zim lecheniya olib yurardim. Jicha beparvo bo'lib qolibman. Lecheniyamni uzoqlashtiribman-da. Bu G'olibjonni maqtashda shirkka keldim, g'opirib. Ilohim tan jonlari sog' bo'lsin. Davleniyacha qiynayapti meni, o'ynayapti. Endi shunga mana hozir lecheniya boshladik. Xudo xolasa yaxshi biz. Hali lecheniya boshlamay turib tuzaldim. Nimaga? Muomalalarda tuzaldim men bolam. Yaxshi. Xudo xolasa yaxshi bo'lib chiqib ketamiz, o'ynab kulib. Yangi yilga kelayotgan yangi yilimizga kuch to'playapmiz bolam. Uyga borib nevaralarga xizmat qilamiz. Alloh xizmat qilib yurishlik nasib qilsin. Dardisar bo'lmaylik, dastyor bo'laylik ilohim. Alloh.